2025 yil 14 noyabr kuni soat 20 da Milliy TV kanalida Ovsinlar serialining 40 qismi namoyish etiladi. Bu asar har bir epizodida hayotiy voqealar, ayollarning ichki kechinmalari va oila muhitidagi nozik munosabatlarni chuqur yoritadi. Serialda bir oilada yashayotgan bir necha ovsinlarning hayoti hikoya qilinadi. Har birining orzusi, dardi va sirli o'tgan hayoti bor. Muhabbat, rashk, kechirim va gurur ularni bir-biriga bog'lab turadi. Har bir kadr tomoshabinga tanish hissiyotlarni eslatadi, gohida esa yurakni ezadi. Aktrisalar ijrosi tabiiy, samimiy va ta'sirli. Rejissyor oilaviy munosabatlarning murakkab tomonlarini rostgo'y tarzda ko'rsatgan. Ovsinlar bugungi kunda o'zbek teleekranlarining eng hayotiy, eng yurakka yaqin seriallardan biri bo'lib qolmoqda.